Assalomu alaykum akalar. Zifler brendimizdan Brus 85lik воздушный холодильник. Необычный ko'rinishda стеклянный bo'ladi, aynali. Ichlari shunaqa необычный. Eshigida 3 ta cho'ntaychasi bor. Kattagina bemalol tuxum. Suv bo'lasi xalasalaydan bo'ladi. Bu yerda mana alohida temir reshotkalar bor suvlarga. Bu yerda 2 ta tortmasi bor. Meva-cheva, go'sht mahsulotlarini so'ygani 2 ta polkasi, mana bu yer bilan 3 ta bo'ladi. Orqalari metal fresh bo'ladi. Ularida chirog'i bor. Invektor motor ancha ekonomичный bo'ladi. Pastda ham 3 ta tortmasi bo'ladi. Shunaqa qora rangda, необычный, chiroyli, bagati ko'rinadi. Bular biz 450, 430, 420 arzon topsangiz shunaqa sotilgan mahsulotlar biz. Bular biz sizlarga $395 qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar, dastavkalarimiz bor. Sensor upravleniya bo'ladi.